Do'stim, to'yingni borku, shunaqa dahshatxo'r qizamiz borku, mahallaning nomer 1 bo'ladi, tushundingmi? Va itday xizmat qilaman. Va to'yxonada bitta bola katta choynakni ko'tarib, choy tashib yurgan bo'ladi-ku, o'sha men bo'laman. Do'stim, baxtli bo'lgin, tushundingmi? Baxtli. Men xizmatdaman. Davay, do'st. Do'stim ham tezroq uylanish kerak edi-da, chunki uni ham baxtli yashashga haqqi yo'q. Nimadir dedingizmi dadasi? O'rtog'im Shodmon uylanadigan ekan. Ha, shunaqami? Baxtli bo'lsinlar. Baxtli bo'larmikin? Qo'sha qarisinlar. Qo'shilishi aniq, lekin qo'sha qarirmikin? Serfarzand, serdavlat bo'lsin. Serfarzand bo'lishi aniq, lekin serdavlat bo'lmaydi-yu. Uvali juvali bo'lishsin. Uvali juvalini bilmadim-ku, shu o'rtog'im jo'rmay bo'lib ketmasa bo'ldi-da. Nima unaqa deyapsiz? Tuppa-tuzuk bola-ku. Bola-ku tuppa-tuzuk. Lekin kimga uylanayotgani muhim. Voy, kimga ekan? Anavi 150 yil sevishgan qizi Nazira Polbinning qiziga uylanyapti. Kim u? Endi nima farqi bor? Muhimi tezroq uylansin. O'sha gap. Uni bir umr baxtli yashashga haqqi yo'q. Ha, mayli. Muhimi baxtli bo'lishsin. Ha, to'yga borarmiz. Nima? Nima dedingiz hozir? Ya onasini hamsin og'ir yedi bordi. Baxtli, saodatli bo'lsin deyapman-da. Aytdim choy tashiyman deb. Xizmatdaman xotin. Endi mana bu nima deysan? Haqiqiy sevgi to'ydan keyin keladi deydi-ku. Men shuni nazarda tutyapman. Mana Ulug'bek Rahmatullayev bir qo'shiqda aytgan-ku. Nima degandi endi u? Ha! To'ygacha sevgi yaxshi bo'lar ekan, to'ydan keyin rasvo bo'l. Nima deb alchiryapsiz? Endi shunaqa misralar bor edi-da. Endi men yaxshi ko'raman-da akani, Ulug'bek Rahmatullayevni. Xotin bitta choy damlada. Ya shoshma, o'zim damlayman, o'zim. Qorayda, hozir.